Assalomu alaykum. Hozir lo'lagidan shirin, ajoyib va mazali bo'lgan salat tayyorlaymiz. Hozir lo'lagini yaxshilab yuvib, qaynatishga qo'yib olamiz. Qaynagandan keyin ajoyib salat qilamiz. Biz Amiraxon bilan birgalikda salat tayyorlaymiz. Mana qaynatishga ham qo'yib oldim. Mana lo'lagilarni qaynatib ham oldim. Endi bularni kubikcha shaklida to'g'rab chiqamiz. Mana videolarni lo'lagilarni artib oldik. Endi to'g'raymiz kubikcha shaklda. Mana lo'lagilarni ham kubikcha shaklda to'g'rab oldik. Endi bodringni to'g'rab solamiz ichiga. Mana bodringlarni ham mana shu shaklda to'g'rab olamiz. Hozir buni ham kubikcha shaklda to'g'raymiz. Mana bodringlarni ham kubikcha shaklda to'g'rab oldim. Endi qizil lo'lagiga aralashtiramiz. Endi zelenlarni ham maydagina qilib to'g'rab olamiz. Mana zelenni ham to'g'rab oldim. Endi lo'lagi bilan aralashtiramiz. Mana zelyoniy g'oroqni ham oldim. Zelyoniy g'oroqni ham lo'lagiga aralashtiramiz. Juda ham mazali ta'm beradi. Tuz, ozgina shakar, olivkiviy masladan ham sovuramiz. Endi hammasini birgalikda aralashtirib olamiz. Hammasini birgalikda yaxshilab aralashtirib olamiz. Zelyoniy g'oroq ham mazali ta'm beradi. Endi bunga ozgincha shakar, ozgincha tuz, ozgina shakar sovurdim. Tabga qarab, tabga ko'ra tuz va olivkiviy yog'dan ham sovuramiz. Bu ham tabga qarab. Hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Juda ham mazali, ta'mi ham juda shirin salat bo'ladi. Hammaga qilib ko'rishingizni tavsiya qilib qolaman. Ko'rinishi jihatdan ham juda mazali va shirin salat.